Assalomu alaykum, qadrli go'zallar, yaxshimisizlar? So'rashib qo'yay. Doim so'rashmasdan video olaman, chunki shoshlayotgan bo'laman. Shuning uchun 2 kun bo'ldimi, 3 kun bo'ldimi narsalarim kelgandi, lekin vaqt bo'lmayapti. Endi bir boshdan sekin obzor qilib ketamiz, nimalar kelgani to'g'risida. Mana bu Sambaymining vitamin C svirtkasi keldi. Bu yerda vitamin C bor. Galactamyces degan modda bor. Bular hammasi oqartirishga ishlaydi. Hozir dizayn o'zgaribdi. Sambaymining bu svirtkasining oldin dizayni boshqacha edi. Narxi 170 ming. Keyin mana bunaqa tonerimiz ham keldi Sambaymining. 90% yuja degan ekstrakt va 5% niasinamid oqartiruvchi. 150 ml ekan. Buni ham narxi 170 ming. Narxlarni eslaganlarimni aytaman, eslamaganlarim ham bor. Slishkom ko'p narsani yoddan bir xil payt esimdan chiqib qoladi. Shu hozir bitta narsa bitta xonaga kirsam, nimaga kirdim ekan deb o'ylayman. Ham shunaqa holat bo'ladi. Mana bu retinol svirtkamizdan keldi. Skidka narxida 110 mingdan. O'tgan safar ham 10 dona keluvdi. Menimcha oxirgisini oldim. Buni srogi mart oyida tugaydi. Mana bu yerda ishlab chiqarish sanasi yozilgan. MF bo'lsa, ishlab chiqarish sanasi bo'ladi. bilan hali X boshqacha til bilan X deb yoziladi. Shunda 20 o'shanda yaroqli muddati bo'ladi. Bu ishlab chiqarish sanasini yaxshi ko'radi yozishdi. Yaxshi ko'rmaydi, shunaqa yozadi. O'zi ordinary. Martgacha ishlatsa bo'laveradi bemalol. Oradan ancha vaqt bor, как раз 30 ml svirtka tugadi. Mana bu nabordan so'raganlar, shu nabor tez tugab qoladi. Bu nima? Qanaqa nabor? Matcha nabori, kichkina mini nabor bu yerda. Tak, penkasi bo'ladi, toneri bo'ladi, svirtkasi bo'ladi. Loyli maskasi bo'ladi. Buni pen nimasi, kremi yo'q. Boshqacha shunaqa mini naborda, mana misol uchun mana bunda kremi bor, pantenol. Sezuvchan yuzlarga, keyin tinchlantirish, keyin quruqlashib ketgan yuzlar bo'ladi. Shunaqalarga tushadigan narsa. Himoya qavatini tiklaydi, mini narsa. Bunisi super matcha. Ko'pinchada yog'li kombinirованный yuzlarga ko'pincha shu tushadi. Tak, toneri, mana pore tightening deyapti, pora qisqartiruvchi. Ichida moddalari bor. Mana loyli maska ham shu qora tochka, poralar kengayganlarga, yog'li kombinirованный yuzlarga tozalashga yaxshi maskasi. 175 mingdan. Mana bunaqa zo'r rujon penkalaridan keldi. 10 dona har xilidan. Bu yerda qana meva bu? Mango, asaya bo'lishi kerak mana bu. Yo'q, asaya emas, marakuya bu. Rosa hidlari shirin bo'ladi, maza qilib bo'ladi. Keyin rosa narxi ham chiroyli narx. Byudjetni narx, lekin sifati zo'r asayasi mana bunisi. 65 mingdan yiqilib tushdi. Yangiliklardan mana bunaqa maskalarimizdan keldi. Buning ichida 30 ta maska bor. Hozir retinol sezoni, retinol, bakachol, retinal moddalari bor. Har kuni yuzingizga surtib qo'ysangiz bo'ladi. Kunora qilsangiz qo'ysangiz bo'ladi. Men aytdimdek ochiladi, lopatkachasi bor. Hozir zashita bo'lgani uchun bermayapti. Ko'rsatay desam. Qilib ichi germetichniy upakovka. Havo kirmaydi, bitta shlab nimasida olasizlar narsasida, anaqa pinsepga o'xshagan narsasi bor. Ichida suyuqlik bo'lib, matoli maska bo'ladi. 210 ming, bu yerda 30 ta, mana bunisi oqartiruvchisi. Niasinamid, yuja ekstrakt, arbutin moddasi bor. Mana bunisi esa tinchlantiruvchi. Beta sitosterol, depantenol va peptid bor. Hamma ajinlarga qarshi, bunisi ham ajinlarga qarshi, bunisi oqartirishga. Buni yana glutationligi bor edi, 2 ta donadan keldi. Uni o'sha olib bo'lishdi. O'sha men video qilgan uchun. Endi mana bu mashhur ko'z kremlarimiz sifati zo'r. Probnik bo'lsa ham ichi to'la. Zo'r ko'z atrofini oziqlantirib, tiklab, quruqlashini oldini oladi. Zefios degan ko'z kremi, shuni zo'r maza qilib ishlatishadi. Ko'p so'rashadi.
Misol uchun bunaqa idishchalar retsinol yoki birorta boshqa kremiz idishchasi bo'lsa, sovib olib 10 tani 10 ml qilib ishlatsangiz anchaga yetadi. 4000 dan donasi. Donali piling keldi. Buni ham bir joyga borsangiz ishlatsangiz yaxshalik. Katta pilingiz ko'tarib yurmaysiz uni. Bir martaga yetadi. 5000 so'mdan shunaqa. Tutasiz bir oyga yetadi. Kiprik sirtka keldi. Bu eng zo'r kiprik sirtkalardan biri va shu rosa mashhur. Etude House zo'r o'stirib beradi. Qoshga ham ishlatsa bo'ladi. Faqat tezda bo'lmaydi. Effekt muntazam ravishda ishlatganda bo'ladi effekt. Bir kun ishlatib 3 kun irg'itib qo'yganda effekt bo'lmaydi. Ko'z kremlarimizdan keldi. Kollagenlik 155 mingdan. Ichida dozator chas anaqasi bor, massajeri bor. Mana bu ko'z kremdan ham keldi. Biohelbog'dan. Bog' degan qisqartirishga nomi brendining Bog'. Uzun nomi Biohelb. Bundan ham keldi. So'ragan odam bor. Mana bu podvodkani ishlatib ko'rdim. Вообще bomba podvodka ekan. Men har xil podvodka ishlataman. Oxirgi ishlatganim Mistais. Bu ham yaxshi ekan. Undan oldin Vivian Sabo ishlatuvdim. Vivian Saboni to'g'risini aytganda ikkita ishlatgan bo'lsam, ikkitami uchinchisini ishlatibman. Ikkitasi zo'r edi, вообще tugamadi. Lekin nimagadir uchinchisi tezda tugab qoldi. Hayron bo'ldim. Bilmadim endi nimaga unaqa. Keyin mana buni ishlatib ko'rdim. Shunaqa to'q qora qilib nima qildi? 65 ming narxi. Shunaqa edi shekilli. Bu yangi kelgan podvodka edi, bugun ishlatib ko'rdim. Keyin hozir esimdan chiqmasdi. Mana bu qalamni ham aytmoqchi edim. Qora qalam ko'p so'raysizlar. Mana resnichka bu nimaniki? Chexiyaniki. 30 mingdan keldi. Mana shuni ham bugun ishlatib ko'rdim. O'zimga ham rosa qora qalam kerak edi. Ko'zim pastiga unaqa qilaman. Hali kiprik o'sadigan joyga suraman. Yaxshi qalam oqtaryotdi. Mana shu zo'r ekan. Bugun buni ham sinab ko'rdim. Mana bu lab qalamlarimizdan keldi. Bular hammasi mana bu sal to'qroq pishdi, sal bunaqa pishdi. 765. Bular hammasi 750 ga jigari nisbat. Shunaqalar xullas keldi. Hammasi chiroyli ranglar, xadavoy ranglar. 15 ming so'mdan. Qosh lab qalamlarimiz. Voy, teparoqqa qo'yib qo'yaman, bolalar tez qo'ymasin. Bular hali qo'ydim bugun. Xullas shunaqa narsalar davom ettiramiz. Mana bundan keldi, nabordan. Centella penkasi bor, Centella gidrofilkasi bor. Nabor. Zo'r nabor. Nabor qilib olganda arzonroq tushadi. Donalab olgandan ko'ra 280 ming edi. Hozir ana tak buni penkasini alohida sotamiz ham, billa ham sotamiz. Keyin qanaqadir fikr keladi, fikrim o'ylagancha fikrim ketib qoldi, shuning uchun sal pauza bo'lib qoldi hozir gapimda. Silimaxda penkasi keldi, zo'r penka. Yuzni quritmaydi, 110 mingdan. Mana bu yerda yozilgan Centellasi bor tarkibida. Buni ham ko'p sotganmiz. Eng rekordni sotgan penkalarimiz Lagom, Silimax, Roundlab, Doctos Roundlab soyasini ham ko'p sotamiz. Keyin mana bunaqa sirtka keldi Mezipildan. 100 ml sirtka, peptidli ajinlarga qarshi Ronus CC kremi keldi. Yuzingizda kamchiligingiz yo'q bo'lsa, faqat kundalikda yengil yuzingizga biror narsali makiyaj qilasiz. SPF ham bor 38. Shunaqa narsa bu CC krem Ronus. Buni ham ko'p sotamiz, постоянно sotamiz. Keyin shibatorlarda keldi, hali keldi 145 mingdan. Yashili quruq yuzga, pushti o'ta quruq yuzga, ko'ki kombiner buni yog'li yuzga. Mana bu shampun Ladordagi qiz zakaz qilgan. Triple 160 ming. Birovni zakazi Roundlab Doctor toneri keldi. Kimdir Roundlab mana shu Doctor'sidan 160 ming toneri. Nabor qilib bering deyishganda, hozir toneri bor bizda, penkasi bor, kremi bor. Mana bu tonerdan keldi. Buni ham ko'p sotamiz. Hozir buni vayshi qo'lim aytishyapti Chanelga. Hech qachon qo'limni qaraydi. Qanaqa shunaqa bo'lmagan, meni qo'lim hech qachon yorilmagan qo'llardan men o'zim bilardim. Lekin shunaqa hozir
achishib turibdi, bilmadim qanaqadir havo ta'sir qilyaptimi. Xullas, mana shunaqa yuz ham bir xil payt achishib quruqlashadi-da, mana shunaqani oldini oluvchi toner Selimax. Buni surtka kremi ham bo'ladi. O'z kremi tugab qoldi. Bitta narsasini zakaz qilsam, bitta narsasi tugadi. Mary Kay penkasi, guruchli penkasi. Buni o'tgan yil rosa qimmat kelardi. 180 mingdan, 170 mingdan sotar. Hozir rosa ham skidkada 120 mingdan keldi. Keyin Lagom loyli maskani so'raganlar. 230 ming bu, bitta 110 ml. Oq kalinlik Lagom loyli maska. Loyli maska nima qiladi? Bir haftada bir marta tozalanish uchun yuzga suriladi. 15-20 minut turadi. Bo'ra qisqartiruvchi, qora tochkalar bilan kurashuvchi. Umuman yuzdagi bir qanaqadir yaxshilab chiska qilmoqchi bo'lasizlar, shunaqa narsani bajaradigan narsa, ayniqsa yog'li kombinirованный yuzlar. Lagomda loyli maskasini quruq yuzdan ishlatsa bo'ladi. Loyli maskani shu yog'li kombinirованный yuzlar rosa yaxshi ko'rishadi. Mana bu tonerdan keldi. Access By'da BH toneri. Ugri-ugriga moyilligi bor. Mana toner haqida gap ketyapti. Shunaqalarga zo'r tushadi. Lagomda kremi keldi. Rosa ham kundalik ishlatish uchun zo'r krem. Yuzni yumshatib beradi. Anaqa makiyajdan oldin baza ham bo'lib beradi. Grammi ham 80 ml. Narxini chiqib qoldi. Hali o'sha gap xonaga kirganingizda bitta narsaga kirasiz, istimdan chiqib qoldi. 270 ming ekan. Shunaqa qimmatroq krem. Keyin nimadan keldi? Xurum kollagendan keldi. Buni bir tikanli ichgandim. Ta'mi yaxshi kollagen, vitamin C bor, 2 oylik 260 ming. 1 oylik qilib olsa ham bo'ladi. Keyin ozdiruvchi Lactafit. Buni ham 1 oylik qilib olsa bo'ladi. 1 oylik qilib olishgan. Bunaqa parashok bo'ladi. Ichida 1 oylik, mana shuning ichida 10 tadan bo'ladi. 26 ta. Bu probiotik, ya'ni oshqozon mikroflorasini foydali bakteriyalar bilan to'ldiradi. O'simliklar bor. Ozishga yordam beradigan. Bu dori emas, zararli narsa emas. Keyin uni yeb ichishni ham kamaytirsa, keyin odam ozadi. Round Lab'da bu peeling aytmoqchi. Peeling yildan keldi, 140 ming, 120 ml. Mana bu penkani ham ko'p sotamiz degandim. Round Lab soya penkasi, qora soya. Bu qirg'izlar uchun. Mana bu Shiglamni tonalniy kremini ham aytmoqchi edim. Kim olsa maqtaganda, qaysi klientimizga sotgan bo'lsak, maqtaydi. Ikki xil rangi. Oq va bug'doy rang. Ikki xil rangga keladi. Ko'pincha yog'li kombinirованный yuzlar olishadi. Lala Recept penkasidan keldi. 170 ming. Kislorodniy penka, bunaqa yuzga surasiz, ko'p yillashadi, keyin 1 minut turadi, keyin yuvib tashlaysiz. Ikkitasi birda gidrofilkaning vazifasini bajaradi. Skinlar vitamin C so'raganlar yana keldi. Centellani yana bitta oqartiruvchi penkasidan keldi. Keyin mana gelda dushlaratskiga qo'ygandik. 80 mingdan. Rosa ham bananda shirin hidi keladi. Maza qilasizlar. Mana uni ham hidi rosa shirin. Kokos hidi. 2 dona qopdi xolos. Boshqa bunaqa narxda bo'lmaydi. Mana bu kollagen. Bu qaysi kollagen? Bu ana Giol kollageni 1 oylik. 1 oylik olsa ham bo'ladi, 2 oylik olsa ham bo'ladi, 190 ming. 2 oyligi. Keyin Centellani penkasi, gelivi penka bu 130 mingdan oqartiruvchi. Bu kremdan o'tgan safar tugab qoldi, yana zakaz qildik, so'raganlar bor edi. Bunaqa sharikchali bo'ladi, chuqur namlantirib, buni sarig'i ham bor. Sarig'i oltin kukun nimasi bor ichida. Mana buni bitta klientimiz Skyhigh'da haqiqiy originalini zakaz qilib bering, bir xil payt bozorlarda podelkasi ham chiqib ketganiga deyishgani uchun zakaz qildik 2 dona. Skyhigh. Keyin Medipil'da Aqua Essence tonerdan peptidli zo'r namlantirib beradi. Mana bu yangi narsa, bu anaqa gemoroy mas. 28 gram ekan. Shunaqa kasalligi borlar uchun
koreyskiy davolovchi. Kushon Clio'dan keldi. Shu kushonni kimdir so'rovdida olib qo'yishim kerak, esimdan chiqib qoldi. Zapaskasini idishligini so'radi. Bu oq rangi. Mana bu kremdan keldi. SNH'dan tugab qoluvdi, yana keldi. Zo'r krem bu. Hozir Olivian degan magazinda eng mashhur kremlardan biri. Tarkibi ham zo'r. Ajinlarga qarshi. Keyin mana bu krem. Buni o'g'rili yog'li yuzlar, kombinirованный yuzlar, sezuvchan yuzlarga yaxshi tushadigan, o'g'rini dog'lariga qarshi ishlaydigan krem bundan ham keldi. Keyin Selimax'da SPF kasdan keldi, ton beradigan SPF. Buni ham kimdir so'raganda. Hop, nima keldi yana? Yangi narsa, mana upakovkalar deyiladi. Nima bu? Kollagenlar, BB Lab'da. Kollageni bu kuchli kollagen. Past molekularni, mana 60% past molekularni kollagen. Mana bunaqa o'zini idishida bo'ladi. Har xil kollagen hammasi yaxshi. Bu yaxshilardan biri. Vitamin C'li bu keyin good night, ya'ni kechqurun halol. Kechqurun ishlaydi bu kollagen. Ichasiz kechqurun uxlaysiz. Uxlaganingizda teringizga, so'ylaringizga shu qattingizda kollagen kamayib ketgan bo'lsa, yaxshi ta'sir qiladi. Mana bu kollagendan, bu ham zo'r kollagen, buni ertalab ichasiz. Rearamin dozada, buniki doza 1200 dozada 75% niskomolekularni, ya'ni shunaqa organizmga yaxshi turadigan kollageni bor. Buni ham ichida 30 ta bor. Bunaqa idishchasini keyin quruq choy bir nimaga ishlatsalar ham bo'ladi. Tuz solsalar ham. Bundan bunisi 200 ming, bunisi 210 ming. Buni dadamga berdim. Oyoqlari og'rib qolgan ekan. Shuni iching deb berdim. Keyin ichib bo'lsalar keyin boshqasidan beraman. 3 oycha ichish kerak kamida. O'zi ko'p ham ichsa bo'laveradi, zarari yo'q. Kollagen постоянно kerak. Biz kollagendan tashkil topganmiz. Organizmimiz kollagen muhim. Mana bu Over Floral'da Stay Nude, bu sprey sochga, badanga, body mist soch, hair and body mist. Eng shirin hidligisidan biri. Nejniy hidi bo'ladi. Lola Resayevda mana bunaqa kremi keldi. Bu kanapla o'simligidan qilingan, suv yo'q tarkibida, kremlar ichiga ham suv qo'shiladi. Bu o'simlikdan qilingan, hidi ham o'simlikning hidi kelib turadi. Upakovkasi ham mana bunaqa qoshiqchasi bor, qo'lingizni tiqmaysiz. Mana qanaqa chiroyli. Sezuvchan 10% pantenol bor. Sezuvchan bo'lmasa yog'li kombinirованный yuzlarga, o'g'riga moyilligi bor yuzlarga namlantirishga zo'r krem. Bu yangi brendlardan biri, Lola Resayeva, hali ko'p bo'lmagan chiqqaniga, lekin o'sha oz fursatdan qaranglar. Mana bu Citrivota 50%, hemp seed ekstrakt, mana kanapla 57% choy daraxtining ekstrakti bor ekan, centella bor, pantenol bor. Yengil gelivoy krem. Surilib yuzingizga og'irlik hissi qilmaydi. Mana bu Yuja vitamin C ekstrakti 67%, Yuja ekstrakt, niacinamid 5%, vitamin C bor, 12% vitamin bor. Va H kislotalar juda ham kam foizda, shuning uchun bemalol kunduzi ham ishlatsa bo'ladigan. Hozir upakovkasini ochalarmikin? Bitta qo'lda yetib ketmasmikin? Videoyim cho'zilib ketdi. Kimdir yoqtiradi uzun videoni, kimdir yoqtirmaydi. Mana Lola Resayeva yangi sirtkasi. Hozir narxini eslamayapman. 180 ekan. Xo'p, keyin ko'z kremi. Qora doiralar, ko'z atrofida qora idishlar bo'lsa, shunga qarshi vitamin bor, niacinamid, glutation bor, yuzu ekstrakti bor. 160 ming shekilli. Lola Resayevdan nimasi bu? 180 ming. Krem ham 180 ming, sirtkasi ham. Ana bu kremda yog'li kombinirованный, o'g'riga moyilligi bor yuzlar uchun sezuvchan bo'lsa ham tushaveradi. Shunaqa sirtka 30 ml.
tish pastalar keldi. Tish pastalar milk xonasiga lechebni 55 mingdan. Keyin Lactafit sarig'ini aytmabman. Bu qabziyati borlarga yaxshi narsa, probiotik. Yana nima Round Lab'ni kremi keldi. Mana bu kremi 240 ming, mana shu Round Lab'ni qimmatroq kremi boshqasiga qaraganda. Mana bu hozir ham mashhur bo'layotgan narsa peptidli krem. Bu yerda katta kremi bor 50 ml. Qo'shimchasiga 30 ml yana zapaskasi ham bor. Ikkita krem. Tony Moly brendidan. Narxi qimmatroq lekin chunki ikkita krem ochib ko'rsataman mana. 450 ming. Ikkita kremda shuning uchun. Mana bu krem sigirtka. Ikkitasi birda. Bemalol sigirtka ishlatmasdan shuni o'zini ishlatsalar, shuni ham yuzni zo'r yaltillatib qo'yadi bu yerda 30 ml plus krem. Krem sigirtka ikkitasi birda, shuning uchun qimmat. Bitta nalichi, bittasini уже olishdi, ketdi уже. Shanba kuni jo'natib yuborganmiz. Bunaqa paypoqchalar keldi. Esladim shuni, paypoqchani kim so'rayotgan. U qizimiz oti nima edi? Mahsuda edi. Xorazmlik qiz shuni rosa so'rayapti, hech zakaz qilib tugab qolaveradi. Mana oxiri keldi. Va zo'r mana chaqaloqni terisida qaqib qo'yadi tovoniga, oyog'iga. Haqiqatdan zo'r narsa. Buni ishlatish instruksiyasi ham bor. Skidkada Mishani 90 mingdan 120 minglik SPF 90 mingdan yana keldi. Bundan juda kam 8 dan 7 dan kelgan xolos. O'tgan safar 20 dan sotib tugatdik. Zo'r SPF, yengil SPF, hamma yuzga tushadigan ozdiruvchi kollagenlardan biri. Mana Vitasudda kollageni. Bundan keldi 140 ming. Keyin bunaqa nima edi oti? Xurum kollageni bu. Xurum kollageni. Bu yerda bez korobka kelgan variant, uni kargoda arzonroq. Farqi yo'q, hech qancha korobka olmaydi, lekin shu korobkasi buzib olib o'tishganda. Bir oylik olganlarga shundan beraveramiz. Keyin Dr. Circle'da probiotikli nabordan keldi. Bu yerda toneri bor, penkasi bor, sivirtkasi bor. Sivirtkasi deyman. Toneri, penkasi, kremi bor, 450 ming shu nabor. Alohida olganda o'zi toneri 200 ming, kremi 180 ming, penkasi 130 ming bo'lardi. Lekin hozir nabor bo'lgani uchun lekin biz bularni alohida ham sotamiz. Narsalarni. Yana Merkit kremidan keldi, vitamin C. Hali ham skidkada 170 ming. Keyin Finoni shampuy maskalari keladi, 2 dona maskasi qolibdi. Shampuy tugadi. Mana bunaqa chesnochni shampuyimizni ham zakaz qilishgandi. Chesnokni hidi kelmaydi, qora chesnok va kurkuma zo'r. Hidi приятный. Probnikani ishlatib ko'rganman. O'ralarga qarshi kollagenli sivirtka keldi yana. Green Tomaton'dagi hali ham skidka narxida 23-yilda Olivier degan magazinda eng zo'r sivirtka nominatsiyasini qo'lga kiritgan ekan. Menimcha bo'ldi shular. Obzorim. Atirlarni aytmadim. Endi bizda ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa o'sha atirlar sotyapmiz. Maskino hammasini grammlab, narxi butuni qancha narxlarni qo'yganman. Versace, nежный hid xohlaganlar Versace. Bu ham nежный, faqat цветочный hid. Mana sitrusga o'xshagan hidlar menga yoqadi, shu ham. Приятный hid. Pink Molecula ham нежный hid ekan, такой женский bo'ladi. Qanaqadir bilmayman, nima bilan описать qilishni bilmayman, ta'riflash, lekin shunaqa нежный hidlardan. Mana Versace ham shunaqa ekan. O'tkirmas hidlarni yaxshi ko'radiganlarga Versace. Mana bu gul, lekin sal o'tkirroq, но такой приятный o'tkir. Buni men 1 ml probnikni ishlatib ko'rgandim, zo'r deb qo'ydim. Mana bu Yves Saint Laurentni ta'riflasam, boy xonimlarda hidi keladi. Shunaqali. Hech ko'rgan bo'lsalaring kerak. Har bitta odam ko'rgan bo'lsa, misol uchun ko'chada kimdir juda ham
kiyinib olgan, zo'r kiyinib olgan. Gap kiyimda emasman, endi prosta ta'riflab beryapman. Shunaqa olifta ayollar bo'ladi-yu, bunaqa har bitta kiyimi tam $100lik, bir nimalik bo'ladi. Shunaqa magazinlar bor. Hech kirganmisizlar? Bizda ham bor shunaqa magazin. Men to'g'risi tushunmayman, to'g'ri. Men unaqa qimmat kiyimdi-yu. Men arzonga ham chiroyli zo'r kiyimlar topa olaman. Lekin kimdir 1 millionga kiyim oladi. Qimmat, turetskiy. Ana shular shunaqa adres yapishadi. Manikyurlari zo'r anaqa bo'ladi, shunaqa. Xullas. Men shuni haydaganda shuni his qildim. Bu o'zi upakovkasini ham qaranglar, keyin buni aytmoqchi edim. Bu Yves Saint Laurent'da, o'zi qimmatdir. Shuning uchun narxi Telegram kanalimizda bor, o'zi bu yerda aytib o'tirmayman. Bu anaqa Nuye, ya'ni Le Nuy degan atirnikida, fransuzcha nomi to'g'ri o'qidim, noto'g'ri. Buni 5 xili bor. Mana upakovkasi sarig'i ham bor. Yana qizil ichrog'i bor. Keyin misol uchun kimdir undan oldin Libren ishlatib ko'rgan bo'lsa, voy bu boshqacha ekan. Yo'q, bu boshqacha emas, bu 5 xili bor ekanda. Bu aynan mana bu Le Nuy. Fransuzcha nom shu nima seriyasidan. Shunaqa seriyasi. Bugun o'zida 3-4 kishi 5 ml, 10 ml ham olishdi. Mana bundan ham 2 martama bo'lib berdik. Versace'dan 5 ml bo'ldik. Maskinoni olish rosa qiyin ekan, qiynalib oldik. Eng arzoni shu Maskino, lekin yaxshi atir, menga yoqadi. Gucci Floradan ham oldik bugun. Endi sekin-sekin assortimentni ko'paytiramiz. Bo'ldi shekilli.